Assalomu alaykum, tanish topidagi barliq qarindoshlar. Men shu topimizdagi xalqaro munosabatlar bilan munosabati bor qarindoshlarimizga bir savolim bor. Nejat Turg'un afandim agar bo'lib qolsa, bu haqda bir javob berib qo'ysa yoki boshqa qarindoshlarimiz javob bersa xo'sh bo'laman. Hozir Yevropa Birligi davlatlari, bo'lib Germaniya, Fransiya, Norvegiya degan davlatlar Rossiya bilan urush qilgan holatga o'tgidek shunday jiddiy xabarlarni tarqatyotdi. Oldimizdagi kunlarda, oylarda Rossiya bilan bu Yevropa Birligi davlatlarininki urush ehtimolligi bormi yo'qmi? Bu haqda yangi uchurlar bo'lsa, bir javob berib qo'ygan bo'lsa, ko'p rahmat. Yana bir savolim topimizdagi qarindoshlarimizga xalqaro xabarlarga, xalqaro munosabatlarga qiziqadigan qarindoshlarimizga har qanday javob bersa bo'ladi. Rossiyaning qo'lida hozir turkcha Uzay degan Uzay statsiyonida, Uzay bekitida dunyoning har qanday davlatiga atalg'idek atom bombasi sistemasi bor deb shunday xabarlar tarqalyotdi. Mush xabarlar to'g'riliq boshqa tilda o'qigan bilganlaringlar bo'lsa so'zlab qo'ysanglar. Hakikaten bu gapning asosi bormi yo'qmi? Nima uchun dunyo davlatlari Rossiyaga cheqilanmaydi? Agar bu xabar rost bo'lsa, rost ruslarning uzayda atom bombasi sistemasi bo'lsa, dunyoning har qanday davlatiga atalg'idek dunyo davlatlari bilan Rossiya xohlagan vaqtida xohlagan urushni qila oladi degan gap. Mush vaqtgacha nurg'un talash tortishlar bo'lsa-mu, Rossiyaning boshqa davlatlar bilan bo'lgan urushi bo'lmayotdi. Ukraynani o'tirib sap qo'ygan bilan boshqa davlatlar bu urushning ichiga kirgani yo'q. Bu haqda xabar o'qigan, bilgan qarindoshlarimiz bo'lsa, bilgan tajribalarini paylaşib qo'ysa, rahmat. Savolingiz uchun ko'p rahmat qarindoshim. Haqiqatan bu urushningki shiddati kun-kunga eshiyotir. Bo'lib Putin qaytadan saylangandan keyin bu urushni kuchaytirganligini, aşırılganlığını degan uniki Rossiyada bu terrorlik hujumi bo'ldi. Kim aqida bo'lsin, bu bir bahona bo'ldi. Buning aqida Putinning ko'rsatganda, buning aqida Ukrainaga chetishlik, Ukrainani aqida g'alib bo'ldi. G'arb davlatlarini nishon olgan holatda bu texmi shiddat bilan Ukraina bo'lgan hujumini oshirdi. Buning isbotlarini Rossiyaning avatayotgan askarlardan ishlatayotgan yangi yuqori texnologiyalardan ko'ra olamiz. Rossiyaninki bu urushda yengish uchun nechilik qizg'inligi, nechilik xohlayotganligini parallelda Ukrainami mudofaa qilish bilan birga Rossiyaninki ichidagi ba'zi strategik muhim ahamiyatga ega o'rinlarga hujum qilish orqali Rossiyani astilitish, Rossiyaning muhim rayonlariga urush orqali Rossiyaga og'ir zarbalar berishga tirishyotdi. Bu Rossiyaning hujumi shiddati oshgandan keyin parallelda buningga javoban bo'lib oldigan Shimoliy Yevropadagi davlatlar o'zining askariy sonini jiqaytirish kerakligini e'lon qilyotdi. Oldaqadan andan keyin Germaniya, Polsha, anki Fransiya qatorliq davlatlar Rossiya Ukrainaga berilgan yordamini ko'paytirganligini bu to'g'riliq kuchli va'dalarni berdi. Ammo bu yerda bir ayrilish bo'lsa-mu, Germaniya bevosita urushning ichiga askar avatish tarafdor emas, balki Fransiya bevosita bu Ukrainaga askar avatishga tayyor ekanligini, hatto bir oyning ichida 20 ming askar avatadigan quvvatga ekanligini va NATOdan 60 ming askar tayyor qilib bersa, o'zining bu askarga yetakchilik qilgan holatda Rossiyani tizginlash xarakteridagi rolni o'ynaydigan bir mudofaada bo'lganligini o'ttirib qo'yotdi. Va NATO bevosita bu Fransiya bevosita Rossiyadan bu Ukrainadagi urushning g'alabasi yoki mag'lubiyati Rossiya xalqining, Fransiya xalqininki hayot mamoti bilan va Yevropaniki bexatarlik bilan bevosita munosabatli deb urg'ulab, bu urushni Yevropa ittifoqi va NATO davlatlarininki bevosita olish kerakligi, buni kuchli jihatda qo'llash kerakligini urg'ulayotdi. Endi bu yerda Fransiya nima uchun bunday kuchaydi deydigan bir savollar chiqishi mumkin. Chunki Fransiya garchi territorial jihatda Rossiyadagi cho'ng davlat bo'lsa-mu, ammo yana imperial zihniyatga ega bir davlat. Afrika qit'asida Fransiyaninki kuchli cho'ng bir manfaati va nimati quruqlikdi.
qit'ati. Bu Fransiya'nın Afrika qit'asidagi manfaatlariga Rossiya va Xitoy jiq ziyon uchratibdi. Rossiyani u yerda asosan jiq haydab chiqaryapti. Bunun bahanasi bilan Fransiyaniki xalqaro cho'ng shirkatlarimi jiq ziyonga uchradi. Paralel holatda masalan lekin nimaga qaytib kelsak, mana bu Ukrainaniki urushning nimasiga qaytib kelsak, bu yerda bu urushda foydalanayotgan bir davlat var masalan. Buningda nima degan chog'da Amerika, Xitoy va Hindiston qatorliq davlatlar foydalanyapti. Endi bundan necha kun burun Yevropa İttifaqı umumyuzlik o'rtaq bir mudofaa sanoati kelishim imzoladı ve o'rtaq holatda urush materialları, urush sanoati ishlab chiqarilgan bir o'rtaq bizlikni o'tirib qo'ydi. Birlikda urush materiallarini, qurollarni birlikda taraqqiy qildirish uchun o'rtaq bir kelishimga keldi. Yani bu Amerika uchun bir foydali bir narsa deb qarayman. Chunki Amerika bu Rossiyanın bu urushga patqiga kirgandan keyin birinchisi NATO'ningki nimasini ko'paytdi, kuchaytdi. A'zo davlatlarning sonini ve shunga bilan birlikda Baltiq dengizida kuchli bir strategik muhim ahamiyatga ega ustunlikni erishdi. Shunga bilan parallel holda Yevropa İttifaqı davlatlarini hozir mudofaa sanoatiga, askarlashtirish sanoatiga ekildi ma'noda bilan. Shunga bilan birlikda endi Yevropa İttifaqıning urush davridagi iqtisodiy sistemaga ekilish oldida turyapti. Endi mana shu kun burun yana qarasak, Amerika Yaponiya bilan birlikda mudofaa paketini imzoladı. Bunun da asosan mudofaa qurollarini, urush qurollarini hozirlashga birlikda bulungan bir cho'ng bir kelishimning narsasini ko'rdik. Bu yerda yine hisobda hem g'arb tarafdan bo'lsin, hem sharq tarafdan bo'lsin Amerika o'zining ittifoqdosh davlatlarga o'xshash fikrli davlatlarni bu urushning nimasiga, hem urush iqtisodiy nimasiga ekildi, iqtisodiy sistemasiga ekiryapti, hem urushga tayyorlik qilgan bir tayyorlik paketini, umumiy sanoatini hazırladı desek bo'ldi. Yani oldimizda yuz berish ehtimoli bo'lgan bir urushningki tayyorlik nuqtalariga tayyor qilyapti. Chunki Yevropa İttifaqı Ikkinchi dunyo urushidan keyin umumyuzlik farovonlik sistemasini asos qilgan holatda asosan xalqningki taraqqiyoti, gullanishi, bularniki xotirjam turmushi, bir farovonlik hayotini ko'p degan mablag'ni selish orqali urush sanoatiga ahamiyat bermaydigan davlatlar asosan hamda urushdagi xalqimizningki gullanishi va iqtisodiy taraqqiyotiga ko'ngil bo'lmaydi. Ana mana bu Ukraina urushidan keyin bu narsa o'zgardi ve butunlay o'zgarib başka bir iqtisodiy sistema, başka bir sanoat sistemasi shakllanish oldida turyapti masalan. Şu davlatlarning kim nurg'un davlat ishki qonunlari o'zgarish nimalari qarasaqmi sistemlarga nurg'unlagan isrof qo'l ortiqcha selinayotgan mablag'larning narsasida buni kesish, o'zgartirish va tizginlash, chet elliklarni haydash, umumyuzlik ma'rif nimasini birlikka keltirish, ko'chmanlarga, chet elliklarga qarshi qattiq qonunlarni chiqarish orqali davlatningki birinchi bir tutash boshqarilgan kuchni, hokimiyatni birga akilishni shakllantirgan bunda bir narsani shakllantirish, ikkinchisi iqtisodiy isrofchilikni tugish orqali asosiy muhim bo'lgan yerlarga iqtisodni selish, mablag'ni selish. Uchinchi jihatdan bu yerda nimani umumiy urush sanoati, o'rtaq bo'lgan urush sanoati birligini hozirlash orqali kelgusida bo'lish ehtimoli bo'lgan, ya'ni g'arb bilan Rossiyaning o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan bir urushga tayyorlik qilish bosqichiga o'tib ketdi deb qarasak bo'ldi. Chunki bundan necha kun burun Estoniyaningki istixborot boshlig'i bu to'g'riliq ogohlantirgan edi. Oldimizdagi 3 yildan 5 yilga cho'g'an mezgil ichida Yevropa İttifaqı Rossiya bilan urushga kirish mumkin debchi. Endi ba'zi analizchilar deydi, buningdan burun hatto tez holatda bu urushga kirish mumkin deb. Endi qachon kirganligini bilmaymiz, ammo bundan bir narsa aniqki, u bo'lsa Rossiya bu Ukrainaga urushni boshlagan chog'da o'zininki Putin shu chog'da bayonotni e'lon qilgan chog'da o'zininki imperial Char Rossiyaninki nimasini maqtab, kommunistik Sovet ittifoqininki ba'zi siyosatlarini ayblagan tibiyada
Köleş kılgan nokta yine Putin'inki şu küçük bir Çar Rusya altındaki territoriye Rusya'nı ekiliş bir niyetininki bağlılığını körüp alalayımız. Çünkü nima degan çağda Rusya'nınki her kaçan küçük zemini yayılgan bir zemini buluşlan birge Rusya her daim bir ıssık denizge inalay düşeleydigan bir nimaga ihtiyacı var. Bu bolsun Baltık denizi ma taraftan Qara deniz bolsa, a taraftan Şərq taraftan u yerda Yaponiya bilan bo'lgan bir hal bo'lmagan bir arol jidili var mesela. Bularning hammasi Rossiya uchun erishishga tegishlik erishimiz bo'lmaydi deb qaraydigan muhim nuqtalar. Bugun Rossiya Ukrainaga urush qilib qilayotgan bo'lsa, balkim Ukrainani yeb bo'lgandan keyin oldimizda boshqa davlatlarni, Baltik davlatlarini, Latviya, Litvaniya, Estoniya, hatta Polsha, oyoqdan Finlandiya qatorliq davlatlarni hujum qilish orqali u yerdagi o'zining kuchlik u yerning zaminlarini egallash orqali kuchlik bo'lgan bir Çar Rossiya shakliga kelgan Rossiyani akilishga tirishayotganlik bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu urushning taraqqiyotini biz birlikda ko'ramiz. Belki tushirgan nuqtalar bo'lishi mumkin, qochirib o'tgan. Eğer to'liqlasangiz buni to'g'riq yana davomli paranglashsak bo'ladi hozir. Assalomu alaykum. Nijat Turon efendi. Nijat Bey demdi qiyomat topning qaychisligicha. Nijat Bey, qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Hozir men yuqorqi gapingizni tatib turib gap qilyapman. Bu gapingizning oraliqida Fransiyaninki shu Ukrainaga 20 ming askar yordam qilganligini dedi depsiz, yordam qilganligini bildi depsiz. Endi bu yerda manda bir savol so'rab qo'yayapman sizdan. Shu necha yillarning oldida Fransiyada bir askarlikka oladigan sistema bor ekan, qayerdan bo'lsa olaverdi ekan, lekin 8 yillik to'xtam bilan oladi ekan degan bir gaplar bo'lgan. Bu rost gaplarmi? Rost gap bo'lsa, Fransiya shu askarlarni yerga avatish ehtimoli bormidi? Bundan xabaringiz bormidi? Xabaringiz bo'lsa, bir tushundirish bergan bo'lsangiz. Aleyküm assalam, Yerman Bitmek. Qanamcazınız yaxşı dedinizmi? O 20 ming adamni bir ayning ichida avatishga qurbimiz yetadi dedi. Texi yo'l sağanlıq texnimisi chiqmadi. Ammo siz degan narsa, bu Fransiyaninki ilaki Legion de France deb bir nimasi chet elliklardan tarkib topgan dunyoning har qaysi joylaridan chiqqan bir askarlar. Bu 1831da Fransiyaninki Louis Philippe degan podshoh qurgan buni. 17-20 yoshdan 39-20 yoshgacha dunyoning har qaysi joylaridan kelgan odamlarni nim qildi. 5 yil ishlab bersa. 5 yil majburiy etibdi bularniki shu Fransiya askarligida Legion de France'da vazifa o'taydigan 3 yildan keyin nim qila oladi Fransiya vatandaşlığına ayrıldı. Bularning ko'pini shu Fransiyaga kelgan ko'chmanlar jiqroq nim qiladi hamda uchun vazifa o'tab Fransiyaning nurg'un Fransiya strategik nurg'un paskan ishlarini mushlar qiliqliq, aqib keliglik. Endi bu Ukrainaning nimasi kelsak, bu Rossiyaning istixboroti menda bir narsa oshkorladi. Fransiya askarlarininki Ukraina harakat qilayotganligidan bizning xabarimiz va isbotimiz va deb bunu dedi. Endi albatta bu urush Ukraina Rossiyadan urushayotgan bilan amaliyot Ukrainaning orqada bir NATO var. Shu NATO'ninki a'zo davlatlarning nurg'un generallari, mutaxassislari, texnik mutaxassislar degandek har xil askariy sohaga munosabatli har xil odamlar kelib Ukrainaning askarlarini birga urush tajribasi nimasi va yana birisiga ularni fuqarolarni askariy nizomga akiladigan, tartibga akiladigan va askariy tajribalarni qo'llanib ishlatishni o'rgatilgan nurg'un odamlar keladi. Bu sababdan kelgan Fransiyaninki askarlari, qo'mondonlar bo'lishi mumkin. Shu Rossiya yolg'iz Ukraina bilan emas, hisobda butun NATO'ning davlatlari bilan bir urushayotgandek bir maydon bor endi. Assalomu alaykum. Rahmat savolingizga. Nijat Turon qarinishimiz Abdulg'ani Sabit
qeyrinishimiz to'g'risi Nijat Turg'un bek va Abdug'ani Sabit bek asosiyatdan javob berib bo'pti. Men bu Balochiston O'rta Osiyo tarafdagi qismiga asosan javob bersam bo'ldi. Rossiyalarni boshqalarni yaxshi javob berib bo'pti. Nijat bilan bir o'xshamaydigan yerim mening Rossiyaning uni oldinda men Rossiyani keng uydi deb qaramaydim. Nijat Turg'un Yevropalik bo'lgandan keyin Rossiya keng uydi deb tahdid ko'rdi Yevropalik bo'lgandan keyin. Men Avstraliyalik boshqa Rossiya kengaymaydi, Amerika NATO'ni kengaytgachga chiqdi. Bu to'qinishning sababchisi Amerika deb qarayman menchu. Shu o'xshamaydigan nuqtam shu. Ya'ni agar Amerika Ukrainani burungi Rossiyani degandek NATO alimiz demagan bo'lsa, Rossiya butun Yevropaga qarshi amaliyotda iqtisodiy va boshqa jihatlardan, texnologiya, boshqa har qaysi jihatlardan hozir Yevropa bilan urush qilib kengayishga qancha majoli bordi. Bu ishni Amerikaning NATOning sharqiy kengayishi asli sabab deb qarayman. Farqimiz shu, ya'ni bu boshqa Amerikaga qo'shilmaydi. Abadiyimdek sebebi Nijat Yevropalik. Endi O'rta Osiyo tarafga kelsak, endi men bir programmada buni analiz qildim. Konsullardan Afg'oniston konsuligacha deb hujum bo'lgan, Balochistonga hujum bo'lgandi. Ya bundan keyingi vaziyat endi bir davlatlarni bular ojizlashtirish uchun davlatlar bir-birininkini iqtisodiy va har qaysi jihatlardan jazo yurgizib, embargo qo'yib bo'lgandan sirtdan keyin G'arbning o'ynayotgan bir narsasi bor. Tashkilotlarni u yerda O'rta Sharqdagi tashkilotlarni buni selish uchun, ya'ni bu 2001da mayqirchi bo'lgan bo'lib qaroqchilikqa qarshi urush boshqa narsaga o'zgarib ketdi oxirida. Hem cihduletler bunun tecrübe aldı, cihduletler ügendi Amerika'dan teşkilatlarının kanday işiltişini. Şuna hazır ve hem devletinin degidek birden qaroqchi teşkilatı var desek mi buludu. Ondan keyin hem devletinin birden kurallık şirket var. Bunu mu Amerika başladı? Irak uruşuda Amerika'dan işletken harbiy gücünün 20 şahsi şirketler mercenary. Şunu dikin Rusya'da Wagner, Türkiye'de hatta Sadat şahsi şirketler kuruluşa başladı. Onundan sırt yine kurallangan teşkilatlarını özünün vakaletçisi qilib işiltishni hamma davlat ügendi hazır. Türkiye'nin öz sövi hazır. Suriye Milli Azatlık Armisi deydi. Nerslerini hammasi chiqarib hazır bir-birisi bilan teşkilatlarını peşkillerini iştirib qo'yib ilishyotdi. Endi men analiz qilgan vaqtimda bundan keyin shu rayonda Afg'onistonda Amerika chekinganicha shu rayonda bundan keyin hamda bir belbaq bir yo'lni kesish, Xitoyni cheklash uchun hatto Eron Falastin masalasi bilan Eron qo'shildi bu ishqamdi. Ashaga birlari shu o'tni yiqib yoqidi. Buningga qarta puflaydi-da, hamda o'tni puflaydi bir-birisiga qartib. Kimning öpküs güçlük olsa şunun bekerek püyleydi, yani o'tni shu yoqqa tutashtiradi. Ama bu yerda bir narsani bizning agar Idlibdagi qarindoshlar biz Talibanga bay'at qilgan to'xtaydigan bo'lsa, ziyon tortadigan bir nuqta shu. Hozir Taliban bilan Xitoyning manfaati o'rta va qisqa va o'rta vadada bir-birisi bilan bir. Taliban muqimlik xohlaydi rayonda. Çünkü 20 yıl uğraştı, hem de hükümetin kolu aldı. Endi bir semirish kerakda, ularni bir parxurlashidi, chiriklashidu, yayishaydi, 20 yildan suyun chiqardi urushni hamda rahatini ko'rib. Shuning uchun Taliban jimmida turib, xalqaroga o'zini belitdi Afg'onistonning mashru hukumati qilib ko'rsatish uchun tirishyapti. Unda bo'lgankan bu Afg'onistonni boshqara olganligini isbotlash kerak. Bu deganlik muqimlik bo'lishi kerak. Bir belbaq bir yo'l degan Xitoyning siyosati sababli ularni bu rayonda muqimlik xohlaydi. Ammo Amerika bu rayonda muqimlik xohlamaydi. Bu rayon muqim bo'lsa, dunyo tarixida bir narsa bor, qayerda muqimlik bo'lsa, shu yer taraqqiy qiladi, o'sha taraqqiyot bo'ladi. Shuning uchun davlatlar bir Xitoyning qo'shtirnoqlar ichida Xinjiangda muqimlik, hammadan a'lo muqimlik deyishning sababi
dünya devletleri muqimlik degan so'zni yaxshi ko'radi. Ama xalqaro munosabatlarda bu stability yoki muqimlik degan bu gap bek seksiy gapchi bu. Shuning uchun Xitoyning ishiltidi shu. Endi bu rayonda endi shu hammasi nimalarni yig'ishga boshladi. Hattoki manda bo'lishi mumkin. Taliban bu nimaning bir balvoq bir yo'lning kuzatchisi bo'ladi degandim men burun. Taliban Xitoyning nimasi qaraqchisi, unga boshqa chiqadiganlar, boshqa davlatlarning qaraqchisi bo'lib, mening terrorcham ya appak, sening terrorchan qapqara vaziyatiga ketishi mumkin-ku endi. Endi bu yerda shu mushtaq vaziyatlar fursat chiqaradi-da bizga. Lekin mening ansiraydiganim tayyorlik. Qaysi kunlam Idlibdagi qarindoshlarni deyishdik. Biz tariximizda burun Moskvani dada tutulib mag'lub bo'lgan bo'lsak, keyin nimani Turkiyani dada tutulib 70-yillardagi fursatni qochirgan bo'lsak, hozir bir turkumli Amerikadagi demokratlarni dada tutuqliq, birlari Talibanni dada tutuqliq. Bizga siyosiy mansubiyat kerak. Sharq Turkistonning adimi bo'lsak, Sharq Turkistonning manfaati uchun harakat qilishimiz kerak. Shuni qaysi kun deganimdek, bu Idlibdagi qarindoshlar kollasida Sharq Turkistondan boshqa vatanimiz yo'q, Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q degan narsaga kelmasa, boshqalarning o'yinchi qo'lab, yo'qolib tugab ketadi. Shuning uchun bu endi oldimizda chiqadigan mushtaq nimalar krizislar, her krizis bir fursat ekildi. Gap bununla qanchalik tayyor. Tayyor degan gap bir joyga berib yugurib, chiniqib, ishki miltiq etishni bo'lish degan gap emas. Tayyor degan gap oldidan kallada mening ishchida tayyormi degan gap. Ondan keyin boshqalarga keladi, texnologiya boshqa narsa. Shomishachik javob beray, yana fursat degan to'shqan sakrab keldi, tutamisiz o'tib ketaverdi. Dilgerbek köp rahmet. Nait yaxshi tushuntiribdi. Bu tushuntirgandan sonra bir nokta var. Ben şu yerga bir urg'ulashni muvaffaq edim. Bo'lib mansubiyat masalasi uchun. Bizniki mustaqillik ko'rishimizda nait muhimchi. Buniki yani kimga ishlaymiz, qaysi ulusning manfaati uchun ishlaymiz. Bishimizni silgan yoki bizga yordam qilgan kuchga ishlamlik yoki Sharq Turkiston ulusiniki manfaati uchun xizmat qilamdik. Biznikida bu chiqchu, beshimizni silab qo'ysa yoki azroqlam yordam qilib qo'ysa, bular bizga hech qachon bizni sotmaydi, bizga ko'ngil beradi, bizni menga qo'llaydi deydigan bunda bir nima mayli bu g'arb dunyosida bo'lsin yoki sharqda bo'lsin, musulmon bo'lmagan jamoatchiliklar bo'lsin, bu nimaga tez erib ketadigan narsani ko'rdikchu. Albatta bu kurashda başka güçlerden, çoğun güçlerle hemkarlaşıqa, birlikte iş ilip berişke muhtajımız. Çünkü bizden gücümüzdeki çeklik bir nimesi var, dairesi var. Ama onlarla iş ilip bağlık, onlarla hemkarlaşıqda özümüzdeki mensubiyetini, milli menfaatimizni, onları setip etsek, onları yamqıp etsek, onların məqsüdü özümüzden kimlikini, mensubiyetimizni eritip etsek, o çağda işin mesele çıkıdığın gepçu. Mesela bana bir günlərim gidiş mümkün. Bir günü tayyor bulup Xitoyga qarshi bir urush ochilgan bir yer shakllansa mesela Afg'oniston chegarasida yoki O'rta Osiyoda. Bu chaqda shu yerning yerlik askarlari Xitoy bilan birlashib bizni birlikda bostirmoqchi bo'lsa, Xitoyga yon besib bizning nimamizni bostirmoqchi bo'lsa, bizni cheklamoqchi bo'lsa, bizni o'ldirmoqchi bo'lsa, biz yana shu chaqda bular bizning beshimizni silg'andi, bular bizning musulmon qarindoshlarimiz deb Qur'onni tashlab ularga al-volamliq yoki ularga qarshi bizden aldığımızı to'sigandan keyin, bizden axloq ko'rishimizni to'sigandan keyin ularga qarshi biz ko'rishimizni qila olamiz. Chunki ular o'zining manfaati, o'zining musulmon qarindoshlarini sotdi-ku. Masalan, bizni setib Xitoy bilan manfaat olmoqchi emassan. Bu nuqtalarni kallamizda bir o'tkazish kerak degan nuqta-ku. Shu milliy mansubiyatni aslisi mayli siyosiy kurash qilayotganlar bo'lsin yoki boshqa shaklda kurash qilgan tayyorlik qilayotgan qarindoshlar olsun, naitli kallasida uchuq yo'ritib qililishi kerak deb o'ylayman. Dilyorga yana bir qatim rahmat. Yana bir nuqtani ichib qo'yishimiz kerak-ki, xalqaro sahnada, xalqaro siyosatda seksiy so'z deb muqimlik dedim ya.
Aşı bazı bir sözler var, hech qanday davlat yoki hech qanday adam rad qilolmaydigancha buni mana qisqartib literaturada seksiy so'zlar deydi. Muqimliq degan qanchalik Xitoyning ishlatayotgan bu so'zning qanchalik kuchli ekanligini tushunishimiz kerakchi. Biz nima uchun Xitoy buni kechkichi deydi. Chunki bu so'z ashunda kuchli, hammadan yaxshi ko'rdi. Voy muqimliq bo'lsa deydi-chi. Bu tinchlik emas-chi, muqimliq boshqa. Endi bu muqimliq degan shu seksiy so'zning badaliga bizni muqimliq uchun Uyg'urlarni qirib o'tib boradi. Anki buni shu muqimliqqa qarshi miyadagi kishilarni besqirib degashga g'arb davlatlari kesib Xitoy nima ish qilyapsa demaydi ayri shu. Chunki tijoratga ko'nib qolgan shirkatlar va g'arbda dedim bu shular shu pul bilan texnologiya bilan bizni ta'minlashi Xitoyni shu texnologiya bilan ta'minlab bizni yo'qotishga yordam qilishning sababi muqimliq degan so'zning seksiyiligi. Ticaretni teximci qilganmiz, bo'pti Uyg'urlar yo'qsi yo'q abasin da'vatida g'arb davlatlarining yerimi. Ya'ni har bir davlatning yerimi uluschi, yerimi globalchi bo'lsa, shu globalchilar tijorat uchun yordam qilyapti. Muqimliq degan so'z sababli. Endi men Nijat burun shu milliy mafkura, ya'ni bizning Sharq Turkistonliklarning ideologiyasi degan to'g'risida jiq narsalarni so'zlab tushundiramidi. Chunki bu sohalarni tushundigan odam bo'lmag'achqa bizda. Endi bu Nijatning da'vat qilgan narsasida shu Xitoyning muqimligidanmi bekerak, boshqalarning ko'zini qizartiradigan texmi seksiy so'z ishlatishimiz kerak deydi. Nima? Paravallik bu yerda rayonning tinchligi, paravallik, peace and prosperity. Bularmi xalqaro nimada seksiy gaplarchu. Bu gaplarni boshqalar yaxshi ko'rdi. Şunu biz şu kelgüsüde Şərq Türkistan kurulsa bu yerdə tinchlik və paravallık degan narsa olsa şu aşağıda muqimlik çıxıdı ki. Aşı arqalı Xitayning dunyoga bizni bastırış üçün işiltiyotgan a sözünün o'rniga biz uningdan jalb qilarlik bir jalbkor so'zdan birini chiqarishimiz kerak deb Nijat tirishyotir. Buni bizning xalqni qo'yayli siyosatchi deb atalgan kalvalami bundan aslında tushunadigan saviya yo'qchi ularda. Shunga lekin ba'zi bir so'zlar var dunyoni qo'rqitib o'tadigan. Masalan, men sekularizm desam bir to'qay Uyg'urlar tatiqiliq bir doktor uning qanaqlay. Chichanishib ketdi ya, ular o'zining nima da'vat qilishini o'zi bilishi kerak. Qaysi so'zlar xalqaro nimada bu rayonning Şərq Türkistanның müstəqil bolsa yaxşı oladı degan tuyg'uga ekiladi dunyoni. Qaysi so'zlar bu ya müstəqil olmaymış Xitoylar yo'qdi və bo'ladi ki bu Uyg'urlarni degaga ekiladi. O'sha har bir so'zlarga do'ppimizni elib yonqib qo'yib, maymaq o'tirib tuz so'zlar deydi-ku turklar. Obdan bir o'ylashimiz kerakmiş har bir ishiltayotgan so'zlarimizni. Bu bizning hayajonimiz, bizning hissiyotimiz. Vatanga foydali bo'lish yoki ziyonli bo'lish degan narsaning oldiga o'tib ketsa bo'lmaydi. Dilyarbek meydan nayt yaxshi bir nuqtani yo'ritib o'tibdi. Degandek albatta davlatning albatta ulusninki yuksalish uchun, taraqqiyot uchun ularninki bir davlatni tutib turishi va uni taraqqiy qildirishi, hatto tuproqsiz, territoriyasiz qolgancha davlatni asliga keltirish uchun bir mafkuraga ehtiyoj bo'ldi-ku. Bundan mesela 2009 yılı deymi. Ben de bir sualını soragandı. Yaponiyalık bir muhbir Amerikalık bir muhbir Rabia Kadir. Ben de sorab ekan, sizlar mustaqil bo'lsangiz qanday shakllik bir davlatni qurasizlar deb. So'rasa, men bilmayman, uni xalqim javob berdi deydi. Bu hamda g'arbninki siyosiy metrga o'lchash nuqtasiga solsak, bu ayolga 0 nomerni berdi-ku. Her bir hareketninki bir nimesi bilish kerak. Endisindeki nima mafkurang nima deb yerda so'rmoqchi, qanday shaklda davlat qursa, o davlatning asosiy teoriklar nima bo'ladi debchi. Endi biz Sharq Turkistonliklar bunda bir narsani qo'yishimiz kerak-ku. Biz Sharq Turkistonliklar bizning bir tinchlik mafkurlarimiz var, biz tinchlikni xohlaymiz. Bu tinchlik Sharq Turkistonda davomlashayotgan bir qirg'inchilik, davomlashayotgan bir mustamlika bo'lganki, bu yerda hech qachon bir tinchlik olmaydi. Ya'ni tinchlikni barpo qilish uchun bu mustamlika oxirlashi kerak. Bu tinchlikni barpo qilish uchun zaruriy bo'lgan butun zaruriy bo'lgan vosita
instrumentlarni ishlatib bu tinchlikni barpo qilishimiz kerak. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan chog'da Sharq Turkistonda andan keyin tinchlik barpo bo'ldi. Bu tinchlik faqat o'zimiz uchun emas. Sharq Turkistonda tinchlik Yevrasiyada tinchlikning ochqichi, Yevrasiyada tinchlikning ochqichi, dunyoda tinchlikningki ochqichi debchi. Ya'ni bugünkidek mishlar urush bo'layotgan mezgillarda, urushlar yamrayotgan mezgillarda bu biz uchun nihoyat yumshoq shaklda bir ichilgan bizning bir yumshoq kuchimiz bo'ldi. Endi bu tinchlik mafkurasiningki ichini to'shqizishimiz kerak. Nima bilan to'shqizamiz degan chog'da qonun bilan idora qilish. Ya'ni chunki bugungi g'arb dunyosiningki qurilayotgan nimasi qonun bilan idora qilish orqali adolatni barpo qilish. Bizningki islomiyat nuqtasidan kelgan adolat barpo qilish nimasiga yaqin emas. Bugungi xalqaro sistemning nimasidami, davlatlarning qonun nimasidami, turin davlat tuzilmasidami, qonun bilan idora qilish nihoyat yaxshi bir narsa. Ikkinchi narsa barobarlik. Chunki Sharq Turkiston xalqi Uyg'urlarning asos qilgan albatta boshqa bizdan tuproqdosh bo'lgan, qandosh bo'lgan va dindosh bo'lgan millatlar va bu millatlarning o'rtasida bir barobarlik nimasini barpo qilamizki, bu yerda abaydilar degan muqimlik, stability bu narsa barpo bo'ldi va ichki jidaldan nim qila olamiz, yana oldini ola olamiz-ku buningki. Bu qarshi tarafga dunyoga berilgan bir xotirjam qilgan nuqtalar. Andan keyin taraqqiyot. Sharq Turkiston xalqi albatta Xitoyda taraqqiyotni xohlamaydi. Sharq Turkiston xalqimi taraqqiyotni xohlaydi, dunyoning bir parchasi bo'lishni xohlaydi, dunyo bilan integratsiya bo'lishni xohlaydi. Va biz buning uchun mustaqil bo'lishimiz kerak. Mustaqil bo'lgandan keyin bizim xalqaroning bir parchasi bo'lgan holatda taraqqiyotni, xalqaro savdoni, o'zimizga boylikni boshqalar bilan almashtirish, setish, tijorat qilish orqali dunyoning bir parchasi bo'lamiz dunyoga. Biz tehdit emas, aksincha dunyoning taraqqiyoti uchun biz as qo'sha oladigan bir davlat, bir ulus bo'la olamiz. Andan keyin tinchlikning yana bir nimasi bunday shaklda ifodalaymiz. Bugun kengayotgan bir imperiya Xitoyninki dunyoga kelayotgan dunyoninki tartibiga, tinchligiga va xavfsizligiga tahdid qilayotgan bir shakllantirilgan bir imperial bir Xitoy va bu Xitoyni tizginlash uchun Sharq Turkistondan tinchlik bo'lish kerak. Bu tinchlik barpo bo'lish uchun Sharq Turkiston mustaqil bo'lish kerak va Xitoyning bu yerdagi mustamlikasi oxirlash kerak. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan bir Sharq Turkiston Xitoy imperial bir Xitoyninki dunyoning, rayonning xavfsizligiga tahdid yetkazishiga va bunda bir tahdidlarni barpo qilishning oldini ola oladi deb mana shaklda ifodalaymiz. Masalan, qurolli harakat qilamiz deyotgan guruh va tashkilotlar deyiladi. Biz maqsadimiz dunyoga tahdid qilish emas. Biz Sharq Turkistonning mustaqilligini, Sharq Turkistonda tinchlikni barpo qilsak, bizning ishimiz tugaydi. Buning uchun Sharq Turkiston Xitoydan qutulish kerak, Xitoyning mustamlikasidan chiqib mustaqil bir davlatni qurish kerak. Bizning xohlaydiganimiz shu. Bu xil nihoyat go'zal so'zlarni xalqaro munosabatdagi va siyosatdagi ishlatish orqali o'zimizning davosini Sharq Turkiston kurashini nihoyat yaxshi ilgari surgan oldu. Aslida 2019-yildagi Gollandiyadagi mafkura strategiya yig'inida mushta bir millat deganga mushta mafkura bo'lishi kerak. Ma turklarning qizil alma mafkurasimi, shu turklarning kuchlanishiga yo'qdan bog'lib, ba'dan yo'g'on bo'lishiga sabab bo'lgan degan vaqtida men Nejat Turum Dolqin aysa, o qizil alma degan qanday alma bu deganda yig'inda seviye bucu, yani mesele başta. Bu qarindoshlar, Allohga omonat, yani aytlarga yana so'zlashamiz.